Mana Arnasoy 5-pratok narigi joydan o'zgartirdik. Yo'da yaxshi nima bo'lmadi, bitta sazan, ikkita suvda ushladik xolos. 5-pratokka keldik, suvdagi bordi. Xudo xolasa mana ko'ramiz, joylashtirib bo'ldik hamma yo'lda. Mana tabiat, tabiat qarayda go'zalda go'zal. Sadakbar nima urinyapsiz? Go'sht dimlama. Dimlama, qani? Go'sht dimlama. Boshladingizmi? Ha. Mana go'sht dimlama boshlandi. Ha. Go'shtlar qarang. Xo'ja akamga javob bo'pti-yu. Bir go'sht dimlama yeylik bugun. Xo'ja aka bo'lganingizda men juda ham maza qilib o'tirgan bo'lardim deyman, mana tabiatda. Bu yerda Keyla go'sht dimlamaga. bu yerda nima deydi? Baliqni chiqishi, rezultati bo'lish bo'lmasligi ne важныйda. U anaqa emas. Asosiysi tabiatni qo'ynida damaganga nima yetsin. Nima dedingiz Baxtiyor? Qarang, gullarni. Tabiatni qarang. Mazada. Dam olyapsiz-da, maza qilib. Rifxozga borib quruq qaytgan kunlar ham bo'lgan-ku. Xo'ja akam yaxshi eslaydi. Xudo xolasa kelib joylashdik, obed qilsak, hozir ovqatlansak, keyin ertaga yana birga bo'lar. Mayli.